Assalomu alaykum, qandaylar yaxshimi? Alloh salomat qilsin inshaalloh. Men bugun sizlarga bu o'yinchiqni tunishtirmoqchi. O'yinchiq emas, ya'ni o'rganish nimasi. Mening bolalarim Uyg'urcha harfni o'rganib bo'ldi. 2,5 yosh, 3,5 yosh bolalarim. Qaram 3 yosh bakana qizim. Shuning uchun bu turkcha harflarningki nimalari? İnternetten buyurdim, hem de içini qanday chiqib bilmayman. Hozir dastlab ochmoqchi. Birga ichib boqaylik qani. Bunu yapışımdaki sebep Türkiye'de yaşayan bu başka Türkçe harflerini öğrendim ama Türkçe gapni tushunib qiladi. Harflardan mu 7-8 konuydu. Onu balalarım buna yezib nima qilish hamroh bo'lganligi uchun buni yapadim. Qalamini o'chagich chiqar ekan. Qizim qalamga bak amroq birinchi bo'lib qalamini yap bo'ldi. Bu balkim tushundirish nimasi o'xshaydi. Bu harflarni elib magnetliq mana mushalatda rasm birga chiqadi. Magnetliq ajitiblam doskasiga chaplaymiz. Buning doskasi nerede deysizlar, mana bu yerda. Keyin buningki bu keyin tarafini olsak, keyin tarafiga mu qalamida izlab yozadi. İzlab yozib bo'lgandan keyin o'chagich bilan qayta o'chirib bitadi. Buning ustiga izlab yozib, qalamingizni beramiz, qizim yozib boqaymi? Mana bu holatda buni ajitib bu doskasining ichiga chaplag'ili bo'ldi. Bu qalamida mana masalan bu harfni yozaylik dedik. Mana andan keyin buning keyinida o'chirib o'tadi. Andan keyin buni bu holat qilib qo'ysa, buni ichiga kirgizsak, mana doskasi bo'ldi. Qizim, elifdagi eni yozib berasiz menga? Yozib qo'ying, ko'rib boqay. Yoki annedagi ani yozib boqamsiz yoki elifdagi enimi? Yozib qo'ying, ko'rib boqay. Bo'ldi qizim, bir tassingiz bo'ldi. Bakchiq suzib etdingiz. Qarang. Bunadan qarang qizim. Men birini yozib beray. Men qarab yozib boqamsiz. Oldi bilan qarang. Bir yozimiz, ondan keyin bu yerga birini, o'tirg'i bir tal siziq, ustiga bir tal siziq silib etsak, nima bo'ldi? Apangizga o'xshashni yozib boqing bu yerga. Aferin. Bu holatda bo'ldi. Endi biz buning ichidan xohlagan bir harfni elib chaplab boqaylik. Qizimninkidan ulam qilib bo'ldik. 2,5 yosh harfini qilgandik. Endi o'g'limdan qilib boqaylik. O'g'lim, bu qaysi harf? Muhammad dedimi? Muhammadniki memikan. Undaq bo'lsa apra, men chaplab boqay do'stingizga. Tepsini elib o'taylik. Buni alsaqmi bo'ldi, olmasaqmi bo'ldi ekan, qarang. Bo'shining tepsidan izlab yozamiz. Bulan bilan. Bo'sh holatda chiqdi ekan, yaxshi ekan, men mamnun bo'ldim. Tavsiya qilaman yani. Elishni o'ylashayotganlar bo'lsa, balki mencha buni Uyg'urcha harfnoma Uyg'ur qarindoshlarimiz yasab chiqsin degan umidda. İnşallah bu bo'lib qolar. Bu holatda, ya'ni yezib o'chirib qildigan bo'lgan. Lekin vallahi yaxshi bo'ldi ekan, ham isrof bo'lmaydi ekan. Bu holatda bo'lishi umid qilaman, lekin turkcha o'qitayotganlar bo'lsa, buni tavsiya qilaman. Qizimdan so'radim, o'g'limmi, qamqammisin? O'g'lim, bu qaysi harf? Ahmet dedi. Harf. Alman inglizcha nima deydi? Bu apple'mi emasmi? Apple. Apple'diki nima? Undaq bo'lsa, bu e harfini do'stiga kesib boqamsiz. Bu qalamda qanday yozamiz bolam apple'diki e'ni? Mundak. Yaxshi.